Komplekt holda motoblok so'ragan akalarimiz uchun aksiya narxlarda agroservis do'konlarida aravasi va undan tashqari 7 kuchli motoblokda komplektiga 8 qatorli frezalari va undan tashqari shu videoni ko'rib o'tirib, videoga like bosib, kommentariyaga kirib omad yozib qoldirib qo'yganingiz uchun bonuslari bilan berib yuboramiz akalar. Komplekt holda motoblok nech pul deb so'ragan akalarimiz uchun komplekt holda $520 dan qilib tashadi akalar. Atrofda 600-650 dollargacha chiqaradigan komplekt atiga $520 dan agroservis do'konlarda motoblogimizga 1 yil garantiyalari bilan tarqatilmoqda akalar. Faqatgina siz mana shu videolarni ko'rib o'tirib, videolarga like bosib, kommentariyaga omad yozib qoldiradigan bo'lsangiz, do'konimizga kelganingizda aytib o'tilgan narxlardan yana ham tushib beradigan joylari bo'ladi akalar. Va undan tashqari bonuslarni ham tushuntirib o'tib ketgan degan akalarimiz uchun ko'rib turgan shurpayor naboringiz atrofda 350 ming, 400 minggacha sotiladi, lekin biz sizga buni tekinga berib yuboramiz. Tekinga olib olish sharti bor akalar. Faqatgina mana shu videolarga like bosib, kommentariyaga omad yozib qoldirgan bo'lishingiz kerak va do'konimizga kelib cheklanmagan miqdordagi motobloklardan birini xarid qilib olganingiz uchun ichkarida baraban joylashtirilgan barabani aylantirib, nima sovg'a tushishidan qat'iy nazar tekinga olib ketishlaringiz mumkin. Va undan tashqari endi motoblogimizning ma'lumotlari va aravamizning ma'lumotlarini berib boshlaymiz bo'lmasam akalar. Ko'rib turgan motoblogingiz Germaniya standarti asosida ishlab chiqarilgan 7 kuchli motoblogimiz hisoblanadi. Benzinoviy motoblok bo'ladi akalar. Motorlari 170 motor, moydatchilar bilan jihozlangan bo'ladi akalar va reduktorlari juda ham yaxshilardan qilib ishlangan bo'ladi. Oldiga ikkita skor, orqaga bitta skorlar bilan jihozlangan va undan tashqari rollari o'ngga, chapga, tepaga, pastga qilib ishlatish imkoniyatlari bor va undan tashqari motoblogimiz uchun qo'shimcha sifatida orqasida qishloq xo'jaligi joylashtirilgan, qishloq xo'jaligiga suv nasos kater apparatlarida ustanovka qilish imkoniyati bor. 7 kuchli motoblokka jadka qo'yib bo'ladimi degan akalarimiz uchun 7 kuchli motoblok uchun jadka qo'yib bo'lmaydi akalar. Shu joylarga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Motoblogimiz benzin boklari 3 litrlik bo'ladi. Soatiga 0,5 litrdan 700 grammgacha nagruzka holatida rasxod qilib ishlab beradi. Moy filtrlari maslinli hisoblanadi akalar. Va motoblogimizda yurgizish joylari yarimta torqiga zavodni orqali zavodet bo'lib ishlab beradi. Motoblogimizda va qo'shimcha sifatida komplektlarga 8 qatorli frezalari joylashtirilgan, bittadan pichoqlari bo'linadigan bo'ladi. Akalar, shu joylarga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Va undan ham tashqari komplektiga aravaga bitta baho berib berasizlar akalar. Juda ham mehr ko'p berib yuborilgan akalar. Dishlari buriladigan bo'lgan va undan tashqari o'tiradigan joylar taxtadan, oyoqlarni ham taxtadan qilib ishlangan bo'ladi. Va undan ham tashqari listlari kontener listdan foydalanilgan motoblogimiz uchun juda ham yaxshi yarashib turibdi akalar. Bu degani siz yerlarning ichida ham muvozanatni bemalol saqlash imkoniyati bo'ladi. Va motoblogimizda mana shu holatda yerning ichiga kirganingizda arava oldirilib ketsa yoki-da motoblogingiz aralarning ichiga tushib Xo'p, og'anab ketadigan bo'lsa ham hech qanaqa shikast yetmaydi, bir-biriga hech qanaqa daxli yo'q akalar. Shu joylarga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Pastki tomonlari ham juda ham yaxshi profillardan ishlangan bo'ladi. Balonlari skuter balonlardan qo'yib ishlangan bo'ladi. Aytib o'tganimda 500 kilogrammgacha yuklarda bemalol yuklab tashishingiz mumkin. Komplekt holda olaman degan akalarimiz uchun pastda o'zimning nomerlarimni qoldiryapman. Agarda bu videolarni ko'rib o'tirib, videolarga aytib o'tganimda shartini bajarib, like'larni bosib, bang'illatib tashlaydigan bo'lsalaring, kelganlaringda mana shu ko'rib turgan shurpayor naboringiz va 50 dan oshiq sovrinlardan biri baraman ichida joylashtirilgan bo'ladi akalar. Hozirda sizlarga baramanni ham tushuntirib o'tib ketaman va video davomida ko'rib turgan motobloglaringiz sonlari chegaralanmagan 7 kuchli, 9, 13, 15, 17 kuchli motoblog so'ragan akalarimiz uchun ham hamma variantidan bor akalar. Do'konimiz ichida hozirda sizlarga ko'rsatib o'tadigan motobloglar uchun agregatlar bor akalar, har xil turdagi va undan tashqari gusunishli apparat so'ragan akalarimiz uchun gusunishli apparatlar va undan tashqari do'konimiz ichida mana shu turdagi zatkalardan ham bor akalar. Aytib o'tganimda tashqarida ko'rgan shurpayor naboringiz va bolgarka, drill shunga o'xshagan instrumentlar yutib olish uchun kelib mana shu barabarni aylantirasiz. Aylantirganingizda nima sovg'a tushishidan qat'iy nazar bir so'm pulsiz tekinga berib yuboriladi akalar. Shu joylarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Motoblok xarid qilib oling va barabarni aylantirib
ko'rib turgan instrumentlaringizdan birini mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz olib ketishlaringiz mumkin. Agarda bu video manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib, do'stlarga ham ulashib qo'yishni unutmanglar. Videolar juda ham qiziq bo'ladi, akalar. Videolarni kuzatib boradigan bo'lsalaring, salarishli motobloklarimizni ham qo'yib borganmiz, akalar. Yangi partiyadan motobloklar yangicha narxlarda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, akalar.